Assalamu alaykum sevimli xanım qızlar. Hammalarına acı vaxt xeyirlik bolsun. Hammalarniki nölüşkeş boğlanın pərvişi hem tərbiyesi doğrusidagi tur kursu qatnaşqanlarını qarşı alma. Mən sizlərlə dostunlar Zulxumar. Bəlkə bu dərsni oxşamağa vaxtlarda, oxşamağa caylarda anlayatqan bolışınlar mümkün. Məyli qaysı vaxtda, qaysı cayda anlasınlar qat nəzər, anlaş jarayonida kanallarga kelgan har qanday fikir, təklif, suallar yoki o'ylaganlaringlar bo'lib qolsa, men bilan ayrim o'rtoqlashsanglar bo'ladi. Biz bu derslerimizni aldın sizler köygenge okşaş 60 neçe mezmun qilib tayyorladik. Dersler yarım saatlik bir tayyorlangan taxminen. Her yarım saatlik derste 2 yoki 3 mezmun sözlendi. Biz bugünkü dersimizde şu tor kursumuz öz çeygan umumiy mezmunlar bilan bir aqır tanışıp ötüş bilan billa bu vaqt hayatga dastlab qadam tayyorlik qilish to'g'risida bir aqır to'xtalamiz. Undaq bolsa, tanışımızga avval biz kim? Biz Seyrlik Rişte ailesi. Seyrlik Rişte ana balla tor dersxanamiz 2001 yili, 2001 yil dedim, 2021 yili qurilgan. Biz dastlabda analarga farzand tarbiyasi haqidagi Montessori metodini oila qanday tatbiqlash haqidagi to'liq kursni o'rlashtirish bilan bu ishni boshladik. Ham shundan keyin ananing ehtiyojiga asosan, ailaning ehtiyojiga asosan psixik sog'lomlik to'g'risida, ya'ni o'xshash farzand tarbiyasi haqida, ayollar munosabati haqida, ondan ayollarning kishilik taraqqiyoti narxi til kurslarini, Qur'on darslarini o'rlashtirgan bo'ldik. Va biz bizning oramizda bo'lib, oiladagi tarbiyada qanday ehtiyojimiz bo'lsa, qanday yana bir bo'shliq bo'lsa, shuni to'ldirish uchun tirishib kelyapmiz. Bu nölüşkeş buaqlarning tarbiyashi ham tarbiyasi to'g'risida to'r kursimiz shunday bir bo'shliqni his qilganligimiz uchun maydonga keldik. Buaqlarning tarbiyashi ham tarbiyalanishi to'g'risidagi bir kurs. Men Zulxumar Amanullah. Aslında mening kasbim islomiy ilmlar. Yani Malayziya Universiteti İslam İlimler Fakültesini bitirdim. Men balliq bo'lishdan oldin shu farzand tarbiyasi to'g'risida bek izlangim kelib ketib, Atatürk Universiteti bolalar taraqqiyot kasbida o'qidim. Ham boshqa ko'p manbalardan farzand tarbiyasi haqida ko'p izlandim. Ham bu izlanish jarayonida men bizning oramizda yana şu farzand tarbiyasi haqida tafsili bo'lgan bizni ta'minlaydigan har xil kurslar yoki boshqa manbalar, darsliklar yo'q ekanligini bayqab, dastlabda o'sha o'rganganlarimni analarga yetkazish bilan bu ishni boshlagandim. Shuning bilan farzand tarbiyasilik darslarni biz o'tish, analar bilan fikrlashish jarayonida haqiqatan biz pedagoglarninki ko'rsatmalarini har qancha anglab, o'rganib, tatbiqlashga tirishsaqmi, agarda bizniki o'zimizniki ba'zi psixikalik masalalar bo'lib qolsa, og'ir bo'lib qolsa, o'rganganlarimizni amaliyotga aylantirish farzand tarbiyasida to'g'ri bo'lganini bilganimizni qilish nihoyat qiyin bo'lib qolganligini. Aksicha bizniki shu psixikalik masalalarimiz avval hal bo'lgan vaqtida biz tabiiy onliqimizni amalga oshira oladiganligimiz va farzand tarbiyalashimizni bir qadar osonlashib, pedagoglarning ko'rsatmalari bo'yicha harakat qilishimiz bir qadar oson bo'lganligini his qilib, onalarning psixikasiningki farzand tarbiyasiga ta'sir ko'rsatganligi bilgandan keyin shu onalarning psixik sog'lomlik to'g'risida har xil darslarni o'rlashtirgan bo'ldim. Uning keyin yana bu onalarning kayfiyati, ayollik munosabatiga bog'liq. Bolalarning tarbiyasi ayollik munosabatiga bog'liq bo'lib qoldi ekan. Chunki bu ayollik munosabat bu oilaning umumiy kayfiyatini belgilaydi ekan. Bu masalani bayqagandan keyin biz yana ayollik munosabati haqida kurs ochdik. Yana shunday bizning ehtiyojlar, biz bayqagan masalalarga nisbatan biz har xil kurslarni o'rlashtirib kelyapmiz. Shaxsan shunday qilib kelyapman. Bu dersimiz shunday bir maqsad uchun, shunday bir bo'shliqni to'ldirish uchun, ya'ni biz bolalarninki umumyuzlik o'smirlik mazgildagi bolalarninki psixik masalalar haqida, psixik sog'lomlik haqida har xil kurslarni o'rlashtirdik. Bolalarninki har yashidagi bo'lgan ehtiyoji o'xshamaydi, beqilish o'xshamaydi, tarbiyasi o'xshash bo'lmaydi. Hammamiz ko'p anlig'imizdek hayotninki dastlabki bir necha yili o insonninki butun keyingi hayotni belgilaydigan nihoyat muhim vaqt. O mezgil kishininki xarakteri belgilandi, yangi hayotga, yangi turmushga, yangi dunyoga ko'nayotgan bo'ladi. Atrofidagi muhitdagi mayli muomillar bo'lsin va yoki boshqa narsalar bo'lsin, hammasini xuddi bulut suv sumagandek sumiradi. Shuning uchun bu 0-3 yosh mezgili bo'libmi? Homildorlik mezgilidan boshlab hattoki 3 yosh mezgil, 0-3 yosh mezgil miyaning taraqqiyoti nihoyatda yuksak, yuqori pallada bo'ladigan bir mezgil, miyaning yetilishi nihoyat tez bo'ladigan bir mezgil.
Bu mezgilni aytdi muhim yig'inchoqlarga vaqtda. Shunda bo'lganligi uchun ham bu mezgildagi bu vaqtni beqish ham tez. Chunki uni kontrol qilish tez. O gap tushunmaydi, o'zining hojatidan chiqolmaydi, uddasidan chiqolmaydi. Butunlay mustaqilligi yo'q degidek holatda ata-ona tayangan bo'ladi. Bundaq holatdagi 0-2 yosh bu xil beqishni tez bo'lganligi uchun va shundaq ehtiyojlarni qamdashimiz muhim bo'lganligi, bu mezgilni muhim bo'lganligi uchun biz 0-2 yosh buaqlarniki tarbiyashi ham tarbiyasi to'g'risidagi bu kursni o'rinlashtirdik. Inshaalloh hammamiz uchun bir foydali kurs bo'lsin. Biz eng avval bu kurs o'z ichiga olgan dars mazmunlar bilan bir aqir tanishib o'tamiz. Gerçi biz oldin burun tashviqotlarni ko'rgan bo'lsakmi, buni bir ko'zdan o'tkazishimiz kerak. Shunda bo'lsa-mu, buni biz o'xshamagan vaqtlarda ko'rishimiz mumkin bu kurslarni oldi keyindagi mazmunlarni. Shunga ham dastlabki vaqtda yana bir ko'zdan kechirib olsak, texim yaxshi bo'ldi. Yani mandaq mazmunlar bilan tanishimiz ekan debchi. Bu derslarni yig'inchoqlarga vaqt sol tarafga qaraydigan bo'lsak, biz bexatar bog'lanishning muhim ekanligini bilamiz. Yani bir inson bexatar bog'lanish mezgilidan iborat 0-2 yosh mezgilda o'zini boqquchilar bilan bexatar bog'lanish hosil qila olsa, hissiy jihatdan bexatar bog'lanish hosil qila olsa, uningki keng hayotida mayli kishilik munosabatda bo'lsin, o'zi bilan bo'lgan munosabatda bo'lsin, o'zini tonishi bo'lsin yoki ro'y sog'lomlik bo'lsin, nihoyat yaxshi bo'ladi. Aksincha, shu bexatar bog'lanish amalga oshgan 0-2 yosh mezgilda o'zini boqquchilar bilan va yoki har qanday bir kishi bilan deylik, eng yaqin kishilar bilan bexatar bog'lanish hosil qilish kerak. Bexatar bog'lanish hosil qilinmasa, u vaqtda bu bolaga nisbatan kishilik munosabatmi qiyin bo'lib qoldi, o'ziga bo'lgan tonishimi, o'ziga bo'lgan ishonchim tuvan bo'ldi, har xil psixikalik masalalar ko'rildi. Bu mezgildagi fiziologiyalik sog'lomlik, jismoniy sog'lomlikmi nihoyat muhim. Yangi tug'ilgan buvoqni ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, yani qo'llarini midirlatmagan holatda, shunaqo nihoyat harakatsiz. Hattoki 20 santidan yiroqlikda bo'lgan narsani ko'ranmaydi. Oq qarangdan boshqani ko'ranmaydi. Ko'rish qo'dim shunchalik ojiz. Badanni kontrol qilish shunchalik ojiz. Fiziologik sog'lomligi, fiziologik taraqqiyoti shunchalik keyinda. Ammo 2 yosh buvoq qarab göz aldığımız keltirib baksak, 2 yoshlik buvoq nihoyat harakatchan, qo'l putlarini to'xtamay harakatlantiradigan ovozlarga, bir narsalarni, rangoran narsalarga, atrofdagi narsalarga shunchalik sezgir, menga shunchalik sumirishchan, mang'alaydigan, yuguralaydigan bu vaqtda. Ya'ni 0 yosh bilan 2 yosh aralığındaki 2 yil mezgilda bu bolaninki fiziologik taraqqiyot nihoyat tez bo'ldi degan gap. Ya'ni bu mezgildagi fiziologik taraqqiyot ham sog'lomlik demak, nihoyat yuqori pallada bo'ldi. Fiziologik sog'lomligi bolaning nihoyat muhim. Bu vaqtdan bu vaqt dastlabda faqat onasining sutini, suyuq holatdagi sutni emib, shuni aron hazm qiladigan, hattoki hazm qilinmay, qo'saqlar chuchuk bo'lib, qiynalib ketadigan mezgildan 2 yoshga kirgan vaqtda go'shtlarni chaynab yeydigan, tishlar chiqadigan bo'lib ketadi. Yani bu bir nihoyat zo'r bo'lgan taraqqiyot, bunday aytganda Allohning mo'jizasi nihoyat zo'r bo'lgan taraqqiyot. Bu taraqqiyotga biz yordamda bo'lish, ba'zi xatolarni o'tkazib qolmaslik uchun ham buning biz yaxshi yetakchilik qilishimiz kerak. Ondan imitish ham qo'shsak qo'shimcha tomoqni aytib muhim bilamiz, chunki insonlar yeyish orqali o'zining mavjudligini saqlaydi. Bu vaqtlar ham shundoq va ular normal tomoqlarni yemaganligi, o'zining hojatini o'zi chiqarmaganligi uchun imitish, ularning ehtiyojidan chiqish uchun imitishimiz ham imitishdan keyingi normal tomoqlarga asta-asta ularni ko'ndirishimiz nihoyat muhim. Ularning psixikalik sog'lomligi, psixikalik taraqqiyoti ham aqliy taraqqiyoti haqida ham to'xtalamiz. Bu derslerning mazmuni umumyuzlik başta biz hayotlikning tunji 40 kun to'g'risida to'xtalamiz. Bu hayotlikning tunji 40 kuni deb nima uchun bu 40 kun alohida ta'kidlaymiz degan vaqtda bu dunyo bu vaqtga nisbatan nihoyat yangi, nihoyat notanish. U ko'nish kerak. Uning terilaridan tortib ko'nish kerak. Uning ko'zlaridan tortib ko'rish sezgisidan iborat ko'nish kerak. U onaning qo'sqida kindik naychisi orqali oziqlanadi. Ammo onaning qo'sqini chiqqandan keyin uning naychi yo'q. Ağız orqali sumiradi. Buningga ko'nish kerak. Allohning mo'jizasi bilan bu refleks bilan avtomatik bo'ladi. Buningga ko'nish kerak. Uni hazm qilishga ko'nish kerak. Qo'sqida darhol chuchuklar bo'ladi, og'rishlar bo'ladi. Uni hazm qilish jarayonida uningki oshqozoni, uchayri asta-asta taraqqiy qiladi. Bu ishlar, ko'nishlar Әммеден бәк hayatlıqның tunca 40 günüdə
amalga oshadi. Eng notinch, eng yangi vaqt hayotlikning tunji 40 kuni. Bu mezgil nayt muhim. Bu könüş mezgilinin muhim bo'lganligi uchun, bu vaqtda qisqa vaqtda ko'p o'zgarishlar yuz berganligi uchun, bu vaqtga notinish bo'lgan bu dunyoda uchrashishlar bo'lib qolmasdan, bizning bu bir yangi hayotga könüş bosqichimiz bo'lganligi uchun, biz hayotlikning tunji 40 kuni to'g'risida alayda to'xtalamiz. Men bu mezgilda biz uchraydigan har xil masalalar bor. Ya'ni bu vaqtning hayotga könüş emas, bizning bu vaqt hayotga könüşimizde biz uchraydigan masalalar, masalan, gaz meselesi, küçük meselesi deb alsaq texim yaxshi bo'ldi ekan. Küçük meselesi, ondan bu vaqtni ovlash, qusush, ko'z chapaq bo'lib qelish, yiqiq tutish, andikish, titrash va yoki boshqa nurg'un masalalar to'g'risida to'xtalamiz. Bularning hammasini o'qib o'tirishning hojati yo'q. O'zinglar ko'rib olsanglar bo'ldi. Ondan bu vaqtlarni imit san'atida buni biz san'at deb atadik. Chunki bu vaqtlar shu 0-2 yoshdan iborat bexatar bog'lanish mezgilida, bexatar bog'lanishning asoslaridan birisi amaliyotda emish. Albatta, imitimiz o bexatar bog'lanish hosil qilish mumkin, lekin imitish orqali bu bexatar bog'ni texmo kuchlantirgili bo'ladi. Bu bir san'at talab qiladi. Chunki imitga vaqtida bu to'g'risida ham tafsili to'xtalamiz. Imitga vaqtida bu sutninki ma'lum bir nimasi kelish manbasi amaliyotda onaning mingisi bilan munosabatlik, onaning so'ygisi bilan munosabatlik. Bu yerda so'ygi, sut, bir xushalliq hormonlari birlashib ketgan bo'ladi. Bu vaqt buni his qiladi, emidi, qo'zg'atadi, o'zini bexatar his qildi va yana nurg'un hadislar bu mazgilda yuz berdi. Shunga emitishning qanday qilish amaliyotda muhim. Emitishda nurg'un masalalarga yo'liqamiz. Sutga emmaydigan, bu vaqt emmaydigan, yoki bo'lmasa ko'ksi yerildigan va yoki boshqa har xil masalalar yuz berishi mumkin. Bu vaqtdagi ahvollar to'g'risida biz yana tafsili to'xtalamiz. Qo'shimcha tomoq o'tish. 6 oydan keyin bu vaqtlarga qo'shimcha tomoq berishni boshlaymiz. Chunki 6 oygacha ularningki oshqozonlari, uchaylari shu sutning ana sutni hazm qila oladigan darajada taraqqiy qilgan. Endi asta-asta dunyoga kelib bo'lgan 6 oy jarayonida Allohning mo'jizasi bilan bu oshqozonlar, uchaylar ham taraqqiy qilib, ba'zi yumshoq bo'lgan mevalar, yumshoq bo'lgan ko'ktatlarni hazm qila oladigan bo'ladi. Shunga biz u balninki shu hazm qilish iqtidoriga, darajasiga asosan shuning loyiq bo'lgan yemeklikni suna olishimiz kerak. Shunga tadrijiy qo'shimcha tomoqqa o'tishni aytdim. Bu to'g'risida biz yana tafsili to'xtalamiz. Oyma yuz beradigan o'zgarishlar. Hamma bola bu vaqt bir-birisiga o'xshash bo'lmaydi. Ba'zi bu vaqtlarning kechishi 6-oyda chiqishi mumkin. Ba'zi bu vaqtlarning 7-8-oyda chiqishi mumkin. Ba'zi bu vaqtlar 10-oyda 10 oylikda menishi mumkin. Ya'ni ba'zi bu vaqtlar 1,5 yoshda menishi mumkin. Gerçi bularningki o'zgarish vaqtlari, ba'zi taraqqiyot bosqichlaridagi taraqqiyot bosqichlari o'z ichiga olgan vaqtlar o'xshash bo'lmasimi, ammo umumyuzlik holatda o'rtaqliklar bor. Biz bu o'rtaqliklar bo'yicha ularda bu vaqtlar 0-2 yosh mezgil bu vaqtlarda ay yuz beradigan o'zgarishlarni so'zlaymiz. Biz masalan 6-oyda mundaq bo'ldi degan bo'lsak, hamma bu vaqt mushta bo'ldi deganligimiz emas. Ba'zi bu vaqtlar 5-oyda bo'lishi mumkin, ba'zi bu vaqtlarda 7-8-oyda bo'lishi mumkin. 1-2 oy oldingi bo'lish ehtimolligi bor. Nuqul shunday bo'ldi deb sizning bu o'qingizda 6-oyda tish chiqmasa yoki 1 yoshda mangmasa, bundan bak ansirab ketishning hojati yo'q. Biz yana bu to'g'risida to'xtalamiz. Bu vaqtlarning psixik taraqqiyoti, bu bexatar bog'lanish uchun, bexatar bog'lanish buning asosiy, bu to'g'risida tafsili to'xtalamiz. Endi bu vaqtlarning aqliy taraqqiyoti, menga taraqqiyoti bu to'g'risida ham alohida to'xtalamiz. Hayotlikning tunji 40 kuni. Boy degandek, bu vaqt bu dunyoga ko'z ochgandan keyin, onaning qo'rsog'idan chiqqandan keyin bu hayotga ko'nish mezgili bo'ldi. Bu mezgilni masalan biz 40 kun deb oldik. Odatda qadimdan tortib ayollarningki tug'ut mezgili 40 kun deb oldi. Bu 40 kun bo'ladi. Bu 40 kun ona balli bo'lgan hayotga ko'nidi va onaningki shu bola 9 oy 9 kun o'zining qornida turg'izib yetildirdi. Bu baliyat qo'si va badani umumyuzlik asliga kelish bosqichida bo'ladi. Onaningki umumyuzlik asliga kelish bosqichi 40 kun taxminan. Bu vaqtningki bu dunyoga ko'nish bosqichi
vaqti təxminen 40 gün deyişki boladı. Andan bu balılıq vaqt hayatqa könüş basqışın təxminen 40 gün deb qarsaq boladı. Əməliyyatda bu vaqt hayatqa tayyorlik qilish faqat onaning mas'uliyati emas. Bu vaqt onaning qo'sqida shundoq. Onaning qo'sqi 9 oy 9 kun tudi. Lekin bu vaqt dadaning bu Gerçi ana qo'sqidan chiqqan ham onaning badani orqali tug'ilgan bo'lsa-mu, ona uning uchun eng yaqin kishi bo'lsa-mu, ikkisining o'rtaq buvi shundoq bu. Shundoq bo'lgan ekan, bu vaqt uchrashayotgan hamma kishi, hamma shay, bu muhit uningga ta'sir ko'rsatdi, insonlar ta'sir ko'rsatdi. Masalan, bu mo'minlar bo'lsa, tag'at ammachilar bo'lsa, bular ta'sir ko'rsatdi. Shuning uchun bu vaqt uchrashayotgan butun oila amaliyotda bu vaqt hayotga ideya jihatdan tayyorlik qilish kerak. Ya'ni bularni faqat bu vaqtli emas, bu vaqtdagi nurg'un masalalar kutayotgan bo'lishi mumkin. Nurg'un xushalliklar kutayotgan bo'lishi mumkin. İdeya jihatdan tayyorlik qilish kerak. Albatta bu tayyorlik ideya jihatdan bo'lmaydi, moddiy jihatdan tayyorlik bo'ladi. Ba'zi bu vaqtdagi moddiy jihatdagi ehtiyojlarni oldin tayyorlash kerak. Bu yerda oila bo'yicha ideya bu tayyorlik qilishni alohida ta'kidlab qo'yishdagi sabab bu hayotga biz men shu tashviqot jarayonidan degandim. Shaxsan bir ona bo'lish suhbatim bilan men ona turuqliqmi tunji balamga homildor bo'lgan vaqtida bu vaqtni faqatlam quchqimga elish xo'shalligidan boshqa bir andisham yoki bir masalaga nisbatan oldin tayyorliqim, ideya tayyorliqim yo'qdi. Ya'ni qanday masalalarni yuz berdiganlik to'g'risida hech qanday tushuncham yo'qdi. Bu ideya tayyorliqi bizni kutayotgan ba'zi masalalarning yuz berish ehtimolligi to'g'risida oldin mo'ljallash bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa bizningki shu vaqtdagi hayotimizni texim qulaylashtiradigan ba'zi ishlarni planlash bo'lishi mumkin. Yoki biz shu bu vaqtning oldin xabar oladigan dada, ona qanday hamkorlashish, ishlarni qanday bo'lishish, qanday bir-birimizga yordamlashish, bu to'g'risidagi fikrlashish, planlash bo'lishi mumkin. Va bu yerda bu yangi tug'ilayotgan bu vaqtdagi qarindoshlar bo'lib qolsa, bu qarindoshlarga bu vaqtni qanday tonishtirish, albatta homildorlik mezgilida bir tanishtirishlar, oldin gapirishlar bo'lishi mumkin. Shu to'g'risida kitoblarni o'qiyotgan bo'lishimiz mumkin. Shundoq bo'lsa-mu, uningdan sirt yana bu vaqtni bu bolalarga bu qarindosh to'g'risida ba'zi tushunchalarni berishimiz kerak. Bu yerda debdik. Əməliyyatda bu ana üçün emas. Bu ailəyə hər bir ailə əzası üçün bir yeni həyat. Dada üçün bir yeni həyat, ana üçün yeni bir həyat, başqa qarindoshlar üçün ham yeni həyat. Hər bir şəxs bu yerdə bir burun həyata oxşamaydigan bir həyatda boladı. Dada məsələn sırtda işləyətgan bo'lib qolsa, kechləri bəlkə balalarga anca-muncha beqish berishi, ba'zi ehtiyojlarni qandirish uchun yor yo'lakda bo'lishi kerak. Masalan, bundaq bir ehtiyojning borligini da oldin mo'ljallashi yoki bo'lmasa kallasini o'tkazishi tayyorlik, ideya tayyorlik qilish kerak. Ona bu to'g'risida ideya tayyorlikni shu dars jarayonida qilyapti. Biz analar asos jihatdan qilyapmiz. Shu darsning o'zini aytib cho'ng bo'lgan bir ideya tayyorlik amaliyotda. Qarindoshlarga nisbatan yangi bir qarindoshdan kelishi ularga nisbatan bir xuddi raqobatchidan kelishiga o'xshash bo'lishi mumkin. Agar mayli bir qarindosh bo'lsin yoki ikki qarindosh bo'lsin, bular bahrilanadigan ota-onaning vaqti, balkim ular xato tushunib qoldi. Ularning ideyasida ota-onaning mehri yana bir kishiga beriladigan dek ashtaq hissiyotda bo'lib qolishi mumkin. Masalan, bola tug'ilgan vaqtida yoki azroq biladigan bola bo'lsa tug'ilmay turib uni mo'ljallashi mumkin. Apa bu vaqtni boqdi, endi meni yaxshi boqmaydigan o'xshaydi deb. Shunga bu vaqtningki bu oilaga kelgan bir sovg'at ekanligi, uning bir xushallik olib kelganligi, buniki qanday bir tatliq qarindosh ekanligini bu qarindoshlarga tushuntirish, his qildirishga tirishish kerak. Garchi bularning o'rtasidagi qizg'anchiqlikni butunlay yo'qotib bo'lmasmi, ularning orasini yaxshilash uchun biz oldin bu vaqt tug'ilishdan burun tayyorlik qilsak yaxshi bo'ldi. Bu to'g'risida nurg'un kitoblar bor, bolalar kitoblari bor. Qarindosh tug'ilayotgan bolalarga o'qib berishga tegishli. Shundoq kitoblardan foydalansakmi, amaliyotda bu qayta-qayta shu kitobni o'qish orqali bu qarindoshi yangi tug'ilayotgan allay qarindoshiga nisbatan bir ideya tayyorligi qilayotgan bo'ladi.
Yangi tug'ilgan bog'ning moddiy ehtiyojlariga keldik endi. Moddiy ehtiyojlar nihoyatda muhim. Bo'lib hozirgi davrda, burungi davrlarda bizning ota-onamiz ashundaq latpetlarda zaka qilib baqqan, ularni ondiki juyib boshqa aqlga ahvollar botdi. Ammo hozir hamma narsalar bozorlashib ketdi, ishlab chiqarish bozorlashish bo'lib ketdi. Shunga ehtiyojlar ko'p bo'lib ketdi, qulayliklar ko'p bo'lib ketdi. Shunga loyiq biz loyiq o'zimizning sharoitga asosan ehtiyojlarimizni, moddiy ehtiyojlarimizni oldin tayyorlasak, setib olsak bo'ladi. Bu ehtiyojlar desak, ya'ni biz bozordagi narsaning bu vaqtlar uchun bo'lgan hamma narsani setib olamiz desak, hamma narsani setib olamiz. Uyimiz to'shib ketadi. Yoki bo'lmasa bizning qurbatimiz yetmaydi. Ba'zi narsa asosiy ehtiyoj bo'lishi, bo'lmasa bo'lmaydigan narsalar bo'lishi mumkin. Yoki ba'zi narsalar bo'lmasa-mu bo'ladigan narsalar bo'lishi mumkin. Biz o'zimizning Chislab o'zimizningki eng asosiy bo'lgan ehtiyojlari, xohlashlarimiz asosan bularda qaror bersak bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi biz qo'yganlarning hammasi cho'qim bo'lmas bo'lmaydigan hammamiz shu deyolmaymiz. Masalan, bu uyqu ehtiyojlaridan karvat. Burungi mezgillarda masalan biz ko'pidami yotgan, ko'pidami yetib cho'ng bo'lgan. Qalin ko'plarda bo'lsa-mu bu vaqtlar yetaverdi. Shunga cho'qim karvat bo'lish kerak deyolmaymiz. Ammo odam karvat yotadigan bo'lib ketgan bir vaqtlarda bir joyda bo'lib qolsak, bir yerda bo'lib qolsak, karvat bo'lsa yaxshi. Karvat tanlash to'g'risida har xil tushunchalar bor. Mening fikrim, eng avval mening fikrim, onaning karvati bilan tekshi bo'lgan, choplashib turadigan bir karvat. Mening yaxshi ko'rdig'im, tavsiya qildim shundaq bir karvat yangi tug'ilgan buvoq uchun. Montessori metodidagi tavsiyani bu yerda qo'shib qo'yay. O'ttirdikiga qaraydigan bo'lsak, bu buvoqlarniki bir muhiti. Buvoqlarniki uxlaydigan yeri o'ng tarafda yerdan ozroqlam egizlikli karvat turadi. Montessori metodida buvoqlarniki mustaqillik uchun tug'ilgandan tortib ayrim yotqizdi, ayrim uyda ayrim yotqizdi. Ham karvatanınki yer bilan azroq egizini, bu azroq o'mlalaydigan bu vaqtda o'zi mustaqil holatda u yerga chiqib tushalaydigan bo'lishi tavsiya qilindi. Bu bizningki ixtiyorimiz, agar bunday bo'lishni xohlasak, va yoki ba'zi oilalarda butun to'rt tarafli to'raqliq bo'lgan, o'ng tarafdan aslidagidek karvatlarni tavsiya, mushtaq karvatlarni ishlatadigan ahvollar bo'ldi. Bu karvatlarni yangi tug'ilgan buvoqlar uchun bo'ladi. Lekin meningki nimamda, ideyarimda va Montessori metodida ballarniki shu harakat qilgan, masalan 6 oylikdan keyin qattiq harakatchan bo'ladi, o'z o'milab ma'alaydigan, o'milab bir yerga boralaydigan bo'lgan vaqtida bundaq rishatkalik hamma yerlar to'rib etilgan karvat balninki mustaqilligini cheklaydigan bir narsa bo'lib qoldi. Shunga bundaq hamma yerga to'raqliq karvatlar 6 oydan keyin toza tavsiya qilinmaydi. Yer yuzini ozroq egiz, o'zi chiqa oladigan, usti bir uy shaklidagi karvatlarmi bor. Shundaq shaklli karvatlarmi ham bo'ladi. Ondan albatta yotgan, uxlagan bo'lgandan keyin yostiq yotgan o'ylashiladi. Bozorlarda bu vaqtlarning har xil bosh tuzlaydigan yostiqlar bor. Lekin bu vaqtlarning sog'lomligida yostiq tavsiya qilinmaydi. Yostiq yotganga ehtiyoj bo'lmaydi ularningki. Taxminan 1 yoshgacha. Yotgan xatarlik bo'lganlik uchun tavsiya qilinmaydi. Yostiqqa qo'yishning hojati bo'lmaydi. Bo'lmaganlik uchun ham yostiqning xatarlik bo'lganlik uchun tavsiya qilinmaydi 1 yoshgacha. Ondan albatta bu vaqtlar muzlaydi. Uxlagan vaqtda ularni yo'gash uchun adiyal degan bir qadar yenik, nepiz bo'lgan adiyal ham uxlagan vaqtda bularni yo'gab qo'yish tavsiya qiladi ba'zilar. Zakidab qo'yish deb qo'ymizkan, zakidab qo'yish, qo'llarni qo'shib
durib uxultuş. Nima uchun degan vaqtida bu vaqtlar anning qo'sqidagi vaqtda ching baliyat qo'diki suyuqlikda ching turadi tug'an, ya'ni ching xuddi yo'galgandek tug'an. Mana bu dunyoga chiqqandan keyin ular qo'llarini har xil shaklda masalan asta-asta midirdalaydigan bo'ladi, o'zining qo'lini o'zi cho'chib ketadi. Bu burunqidek ana qo'sqidagidek o'zini bexatar his qila olish uchun ching o'rab qo'yish ularni bir xil xotirjam his qildiradi. Shunga uxlagan vaqtim ularni chingroq yo'gab qo'ygan vaqtida yoki bo'lmasa maxsus uyqu tulumlari bor, qo'llarini yo'gab qo'yadigan oldisi yetmalik. Shunda uyqu tulumlari yoki adyalarga yo'gab qo'ygan vaqtda ular o'zlarini bir qadar bexatar his qilib, tinch, uzoqroq uxlay oladi. Shaxsiy tozalik ham kutinish ehtiyojlari muhim nurg'un. Bularni o'zimizning sharoitiga asosan, xohishiga asosan tanlasak bo'ladi. Juyinish uchun bo'libmi, albatta bu vaqtlar desi, bu vaqtlarning desininki har xillari bor. Andaq ostiga bu vaqtning qattiq bo'lib ketmaslik uchun, oson bo'lish uchun yotqizib qo'yilgan bulut bo'ladi. Badan lo'ngisi bo'ldi. Bu vaqtlarning daqlan bosh tarafini kiygizib yo'gib oldigan qolaylik. Bu vaqtlar juydigan bulutlar bo'ldi, maxsus bulutlar. Chash badan sopini, badan meyi juyinishdan keyin ishlatadigan badan siliqlash meyi. Burungi vaqtlarda birimiz pishiladigan ish batdi. Chunki bu vaqtlarninki texi bu hiliqi pochoq, bilaklarning andaq shiriqlari namlashib havo o'tishmay nima qilib ketadigan, pichilib ketadigan, yallig'inib qoladigan ahvollar bo'ladi. Ham bu pichilib ketishni oldinish uchun u pishiltatdi. Ammo hozir zaman taraqqiy qilgan sari unda uplarniki, balalarniki nafas yo'liga ziyonli ekanligi o'tirg'i chiqdi. Badan maylari chiqdi. Uplar ishlatilmay, endi badan mi ishlatiladigan bo'ldi va bu vaqtlar vazlin miyimi ishlatiladigan bo'ldi buning uchun. Ondan juyingan vaqtda shapka. Yangi tug'ilgan vaqtda emas mencha, u vaqtda emas, shu bakki mitillab sularni chaqchirtadigan vaqtlar bo'lib qolsa 6 oydan keyin shu bu vaqtlarninki shuga vaqtda ko'ziga suv kirib ketmasligi, yuziga suv kirib ketmasligi uchun bir shapkasi bor kiygizib qo'yilgan. Shundaq shapka olsak bo'ladi. Ondan keyin suvdan ansiraydigan yoki shunishni xohlamaydigan har xil muncha o'yinchoqlar bor, o'rdaklar bor. Suda qo'yadigan paraxodlar bor, shunda maxsus juyingan o'yinchoqlarni ishlasak bo'ldi. Bu vaqtlar tag'i zak almashtirgan vaqtda ostiga soladigan lata. Ya'ni buningki har qitimda ishlatib bo'lib tashlab etadiganimiz bor. Ondan yoki bo'lmasa ma'lum yuyib qayta ishlatadiganimiz bor. Yoki zak almashtirish ustli, egiz ustal, ya'ni yangi tug'uqlik mezgilida bolaning zakisini yangilash uchun agar engishib qolsa bir qadar ta'sis bo'lganligi uchun buningga o'rtirib almashtirish uchun qolaylik bo'lgan ustallar bor. Buni o'zimiz sharoitiga olsak bo'ladi. Kir parashut. Bu vaqtlarning kiyimlarini hozirgi vaqtlarda alayda parashutlarda juydigan bo'lib ketdik. Maxsus ziyonsiz bo'lgan moddalardan yasalgan kir parashutlar bor. Ondan kirlarni yumshatadigan, dog'larni chiqaradigan parashutlar, puraqlik qiladigan parashutlar bor. Bu vaqtlarning maxsus. Ondan tirnoq og'ish, maxsus bu vaqtlar tirnoq og'ishlari bor. Zaka albatta, zaksiz hozirgi jamiyatda, hozirgi jahonda xuddi bu vaqt qilolmaydi. Yallig' malhumi shu zakda qilgan yerlar davomli shu havo o'tishmaydigan zakdan ostida bo'lganligi uchun oson yallig'inib qolgan ahvollar yuz berdi. Masalan, sudik bilan uzun qilib qolgan yoki tartib bilan uzoq qilib qolsa, qilib qolmagan taqdirda toza havo o'tishmaganligi zaklardan yallig'inib qoldi. Shunga ishtaq maxsus bu vaqtlarniki yallig' malhami setildi, u bo'lishi kerak. Unda vazilin, quloq belgichi, quloq tozalaydigan kichik qo'l yog'liqlar bo'ldi. Bu vaqtlar qusidi, manqis chiqadi, chapliq chiqadi da. Shunga qo'l yog'liqlar tayyor bo'ldi har xil tozaliklar uchun. Unda burun tozalash bo'ldi. Burnini mijib turib bir narsani sumatib, ondan chiqarib etadigan. Bu ostidagi rasmda sol tarafdan 3-chisi tag'oqning indiki, shu burun tozalash. Va yoki boshqa ehtiyojlari bo'lishi mumkin. Kiyim-kechak ham boshqa ehtiyojlari. Kiyim-kechak muhim. Agarda adillarning yoki akillarning cho'nglar burunlarning kichikka qolgan kiyimlar bo'lsa, bu yaxshi. Agarda biz tayyorlaymiz deb qolsak, ish mayka.
Buaqlar sakki taqqiqashqa şu sakkını çan tutturduğun en ast tarafında paspaslık, sol tarafdaki resimde en o'ttirdikiler var o body deb qo'yamiz qo'y. Ashundaq astida ashtaq paspasi bor shmayka bek yaxshi bo'lishi kerak asosiy ehtiyojlardan birisi. Mushtaq shmayka ko'p ketadi. Ondan tulum deganimiz bevosita dedim bizning uyg'urchada tulum degan so'z bo'lgandan keyin sol tarafdagi ikki parcha turdi, ikki parcha tulum, ashtaq butun kiyim. Bu yangi tug'ilgan buvoqlarda ham parcha kiyim kiygizishga bo'ladi, lekin yani parcha kiyim kiyish bir qadar qolaysiz bo'lib qoldi ekan. Mushtaq butun tulumlar, paypoqlar, doppa, yoz bo'lsin, qish bo'lsin yangi tug'ilgan buvoqning beshini issiq tutgan yaxshi. Ondan imitish yostiqi degan onaning ehtiyoji mundaqcha tutgan vaqtda, buvoqni imitgan vaqtida biz imitish to'g'risidagi darsimizda so'zlaymiz. Buvoqning biz tutib turib emitimiz shunaqmi yo o'ng tarafda ko'ksimizda yoki so'l tarafda ko'ksimizda emitimiz. O'ltirib emitgan vaqtlarda bo'libmi buvoqni biz qo'limiz bilan tutib qolmasdan u buvoqning ostida bir yostiq bo'ladi, bir oysimon shakldagi yostiqni ostiga qo'yib olib, undan keyin emitgan vaqtimizda biz jiq kuchab ketmaymiz. Buvoqni tutib olish uchun bak kuchab ketmaymiz. Buvoq yostiqda turadi, buvoqning butun badani yostiqda turadi. Biz yostiqni ozroqlam tiyab qo'ysak ham bo'ladi, jiq kuch ketmaydi, biz uchun qulay bo'ldi. Ondan emzik, soska bu tanlashga bog'liq, ya'ni biz bu o'qimiz bizning sutimizga to'yamdi, to'ymamdi. Ya'ni masalan bizning sutimiz qat'iy sut chiqmaydiganlar bor, alohida sabablar tufaylidan bolasini emtolmaydiganlar bo'lib qolsa, boshqa sut parashutlar ishlatib qolsa, bu yerda ehtiyoji bo'ladi. Va biz buvoqninki ba'zi shu emish refleksi bu sababidan emzik berish, ya'ni quruq emzik bor. Quruq emzik berishni tanlab qolsak, bunga ehtiyojimiz bo'ladi. Bu o'zimizning tanlashiga bog'liq. Ba'zilar bolaga emzik berishni xohlamaydi, ba'zilar xohlaydi. Masalan, men tunji bolamga berishni xato deb qaraydim, lekin boshqalar tavsiya qilgandan keyin sinab baqdim, bir ikki qatim emmagandan keyin emmadi deb tashlab o'tgan va keyingi qizimda yana boshqalar tavsiya qildi, oson bo'ldi, beqish deb cho'nglar tavsiya qildi ham. Ba'dim haqiqatan bek foydasini ko'rdim ham emdi. Keyingisi ham keyingi oldinqisi emmadi. Bu bizningki bu o'qimizga ham o'zimizning tanlashiga bog'liq berish bermasligimiz. Ondan ishdan maykalar, ishtalar, termometr bo'lishi kerak deydi. Men masalan, chunki buvoqlarniki badan temperaturasi turoqsiz bo'lib qoldi. Ularni yuvayotgan suvninki temperaturasi aytmayman, ularning sog'lomligi uchun. Shunga termometrning bo'g'ini yaxshi, sut temperaturasi yoki badan temperaturasi yoki uy temperaturasini o'lchab turish uchun. Ondan nipis adiyal, daki adiyallar. Daki adiyal deganda shu muslin deb qo'yamda, qanaqa bir nipis dakiraqliq adiyallar bor. Shular bo'lib qolsa, buvoqni qilin adiyallardan sirt ba'zi ushaq ehtiyojlar kerak bo'ldi. Ondan yana boshqa cho'ng ehtiyojlarni mashina o'rindiqi qolsak, maxsus buvoqlarni yotqizib qo'ydigan karvat shaklidagi sol tarafdagidek mashina o'rindiqlar bo'ldi. Mashinaga qadaydigan, arvosaga qadaydigan yoki uylardan to'shib tushiradigan selib buvoqning bexatarligi uchun. Ondan harava, buvoqning talalarga chiqqanda so'raydigan. Ondan buvoq to'shig'ich ham kenguru hamilaqa karvatga o'xshash, ammo tutquchi bor bir nimalar bor. Buvoqni yotqizib qo'yib, ani ko'tarib yuradigan yana bir xil buvoq to'shig'ichlar bor. Ondan kenguru, rasmning sol taraf ostidagidek. Kenguru bizning o'zimizning tanlashiga bog'liq. Kenguruning har xil shakldagilar bor. Masalan, bolalarning buvoqninki beshi, belli rasmiy tutib bo'lgan vaqtida, ondan yana bir ma'noda qattiq shakldagi kenguru bor, buvoq ko'taradigan to'shig'ich bor. Shu bo'lishi mumkin. Ammo taxminan 20-30 kundan keyin ishlatishga bo'ldig'ini rasmdagi kenguru. Bu kenguru buvoqninki bexatar bog'lanish uchun o'zini xuddi opasining qo'sqidagidek opasiga yaqin, ham issiq, bir xuddi shundoq opasining qo'sqida o'rilib turgandek his qilish uchun foydali, ham ona uchun qulaylik. Unda olsa darsimizni anglab bergan ko'pdan ko'p rahmat. Allohga omonat.